Stadionimizda ta'mirlash ishlari davom etyapti. Bu gazonimizni o'zi 70 ga 30 qilmoqchi edik. 70% tabiiy, 30% iskussivniy qilmoqchi edik. Keyin 90 ga 10 qiladigan bo'ldik. Shunda 90% tabiiy bo'ladi, 10% iskussivniy bo'ladi. Keyin latoklarimizni yangiladik bu yoqda. Latoklarimiz hammasi yangi bo'ldi. Tabloyimiz yangi bo'ldi. O'zbekistonning eng katta tablo hozir shu. 23 metrga 864 razmeri. Sektorlarimiz bir qismi yangilandi yana. Ishlarimiz davom etyapti. Xudo xolasa ertadan gazonni sepamiz.